Iste'molchilarni ulash. Iste'molchilar nima? Iste'molchilar bu barcha elektr tokini iste'mol, ya'ni ishlatuvchi qurilmalar hisoblanadi. Bizda asosiy iste'molchimiz bu lampalar, ya'ni uyimizni yoritish uchun ishlatiluvchi qurilmalar. Ularni asosan ikki xil yoki-da 3 xil desak ham bo'ladi, ya'ni parallel, ketma-ket va aralash usulda ulash mumkin. Xo'sh, biz shu ulash usullarini ham nazariy, ham amaliy jihatdan hozir ko'rib chiqamiz. Ko'rib turgan chizmamizda nimalar tasvirlangan? Ko'rib turgan chizmamizda manba, kalit va bularga o'zaro bir-biriga aralash usulda ulangan iste'molchilar tasvirlangan. Ya'ni bu iste'molchi o'zaro bir-biriga ketma-ket, bularga esa uchinchi iste'molchimiz parallel usulda ulangan. Ketma-ket ulangan iste'molchilarda hosil bo'luvchi tok kuchlari o'zaro teng bo'ladi. Bularga bir parallel ulangan iste'molchilarda esa hosil bo'luvchi tok kuchlanishlari teng bo'ladi. Ya'ni bu birinchi va ikkinchi iste'molchida hosil bo'lgan tok kuchlari o'zaro teng bo'lsa, bu ikkalasida hosil bo'luvchi kuchlanish albatta teng bo'ladi uchinchi iste'molchida hosil bo'lgan kuchlanishga. Endi shu nazariyani amaliy usulda ko'rib chiqamiz. Hozirdagi chizmamizni amaliy usulda yig'ilgan holatini ko'rib turibmiz. Bu yerda nimalar bor? Bu yerda manba, ya'ni elektr tokini yetkazib beruvchi qurilma, 12 voltli qurilmamiz va kalit va ularga o'zaro bir-biriga ketma-ket ulangan ikkita iste'molchi va bularga o'zaro parallel ulangan uchinchi iste'molchini ko'rishimiz mumkin. Bu iste'molchilarda hosil bo'luvchi tok kuchi va kuchlanishni o'lchash uchun bizga kerak bo'ladi voltmetr va ampermetr. Bu ishni ko'rsatishdan oldin aytib o'taman, bu qilingan sistemani uy sharoitida qilish tavsiya etilmaydi. Xo'sh, boshladik. Mana hozirdagi chizmamizda tasvirlangan holatni amaliy ko'rinishi. Endi bularda hosil bo'luvchi tok kuchi va kuchlanishlarni o'lchash uchun bizga bu ikkita qurilma yordam beradi. Aytib o'tganimdek. O'lchashni boshlaymiz. Birinchi navbatda kuchlanishlarni o'lchaymiz. Ya'ni bu ikkita iste'molchilarda hosil bo'luvchi kuchlanishlar uchinchi iste'molchimizda hosil bo'luvchi kuchlanishlarga teng bo'lishi kerak. Ko'rib turganimizdek, ikkita o'zaro bir-biriga ketma-ket ulangan manbalarda hosil bo'luvchi kuchlanishimiz 14,5 volt ekan. Endi navbat uchinchi, ya'ni iste'molchimizdagi kuchlanishni o'lchash. Uchinchi iste'molchimizda hosil bo'lgan kuchlanish ham 14,5 volt ekan. Endigi navbat o'zaro bir-biriga ketma-ket ulangan manbalarimizdagi tok kuchini o'lchash. O'lchaymiz. Ko'rishimiz mumkin, birinchi lampadan o'tgan tok kuchi taxminan 0,25 amperga teng. Ikkinchi lampamizdan o'tayotgan tok kuchini ko'rishimiz mumkin. U ham dastlabkisiga o'xshab 0,25 amperga teng ekan.